birinchi men bu loyihani sifati bilan tanishib chiqishni tavsiya qilaman. Xo'p, ko'rib turganingizdek eshiklari smart home, eshik yopiladi xohlasangiz, отпечатка bo'ladi, kod bo'ladi. Eshikni nima bilan yopsa ochsa, hamma funksiyalari bor. Va bu joyda meni hayron qoldirgan narsa qulaylik juda ham a'lo darajada bu uylarning dizaynida topilsa bo'ladi va ayniqsa oshxona qismida. Qarab turing, men sizga bir narsani ko'rsataman. Bu birinchi boshlanganda operator buni ko'rsatib yuboring. Bu fridge, xolodilnik. Bu yerda o'zini qanaqadir joylari bor, idish qo'yadigan, bu yoq ochiladi, mana qarang. Oddiy mana o'zimiz uylarda ko'radigan servantlarga o'xshagan narsa. Lekin meni hayron qoldirgan narsa bu mana shu juda ham qulay. Xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu o'zi eshikka kirib ketadi, xuddi yo'qdek. Ko'rib turgan narsalaringizni hammasi oshxonada beriladi. Bu Bosch texnologiyasi, texnikalari bor. Bu yerda musorlarga alohida joy ajratilgan. Bu yerda idish yuvadigan joylari bor va idish yuvadigan mashina ham bor. Xo'p, yana ikkinchi narsa, bu gaz ko'rib turibsiz, duxovkasi bor. Meni bir tanishim yaqinda ijaraga uy izlab yurgan edi. Bir juda ham ko'p variantlarni ko'rdi. Unga yoqdi. Lekin uni ayoliga ko'rsatganda doim bir narsaga muammo kelib taqaldida. Bu ulardagi gazning chap tarafida yoki o'ng tarafida hech qanaqa joy ajratilmagan edi. Hozir ko'rib turganingizdek, bunda juda ham qulay. Ayollar ovqat qilayotgan bo'lsa, xohlasa bu yoqqa narsalarni qo'yadi, xohlasa bu yoqqa narsalarni qo'yadi. Xullas, ko'pchilikka yoqadigan stilda dizayn qilingan. Yana bir e'tiborga arzigulik tarafi bu qismini, tepasini ishlatsangiz, pastini ishlatishni praktik iloji yo'q. Bu застройщик uni ham ko'rib, shunaqangi tashqariga chiqadigan nima desa bo'ladi? Shelf deb qo'yadi inglizchasiga, tortmalarni qo'ygan bu yerga. Bu juda ham kichkina detal, lekin juda ham ma'nosi katta. Ayniqsa ayollarimiz buni tushunsa kerak. Bu yerda hech narsani ochib ko'rsatish kerak yo'q, hamma yo'q bor. Keyingi narsa mana tushadigan. Bu ham agarda hamma ham 2 metrlik odam bo'lmaganligi uchun menimcha juda ham yaxshi narsalardan biri. Bu yerda yana Bosch yana men aytgan ichkariga kirib ketadigan tortmalar bor. Xo'p. Balandligi 3 metr 15 santimetr. Ko'rib turganingizdek, bu yerda inglizchasiga dining area deb qo'yadi. Choy ichadigan joy, oshxona, bu yerda living area, televizor. Xohlaganingizda dizayn qilsangiz bo'ladi. Va bu xona show apartment deyiladi. Quruvchi kompaniyalar kelganingizda uyni modulini ko'rsatib, qanday sizga topshirishni ko'rsatadi. Albatta bu dekorativ maqsadlar uchun qo'yilgan. Ko'rib turgan hamma narsangiz beriladi, faqat qimirlaydigan mebellardan tashqari. Bu mebel, divanlar bo'lmaydi. Oshxona, yuvinadigan vannalar hammasi bo'ladi. Yana bir qiziqarli narsa, qarab turing, bu yerda shunaqa kir yuvish xonasi bo'ladi alohida. Mana bu joyga e'tibor bering, qancha narsani solsa bo'ladi. Bu bir xonalik kvartira. Kir yuvadigan mashinasi ham qo'shiladi. Va bu yerda Dubayda uy olsangiz ko'p застройщикlarda shunaqangi alohida bitta xona beradi. Buni nomini powder room deb qo'yadi. Atay mehmonlar keladigan bo'lsa, mehmonlar uchun ko'rsangiz bo'ladi, hamma yo'q bor. Mehmon sizning yotoqxonangizga kirishi shart emas. Uyingizga keladigan bo'lsa, bemalol shu o'ziga alohida bitta powder room, kirib qo'lini yuvib, hojatxonaga kiradigan joyi bo'ladi. Va
yotoqxonasi. Bu yerda hech qanaqa nima yo'q. Hayron qoldiradigan narsa yo'q. Sifat juda ham yaxshi, a'lo darajada bo'lgan va biz tekshirmoqchi bo'lgan narsa bu xonaning, bu proyektning balkonida joylashgan bo'ladi. Qarasangiz, odamlar hozir videolarda olyapti. Chunki shu quruvchi kompaniya nima desam ekan, bir innovatsiya bilan bozorga keldi. Bundan oldin hech qaysi kompaniya buni qilmagan va uni 25 yillikka hech kim ko'chira olmaydigan qilib qonuniylashtirib qo'ydi. Uni hozir ko'rsatamiz. Ungacha bu yerda nimasini ko'rsatsak bo'ladi. Juda ham ko'p shkaflar bor, kiyimlarni soladigan walking wardrobe deb qo'yadi. Bu yerda cho'miladigan xonasi bor. Bu yerda yana katta nima deydi, ko'zgu, nima deydi, sanuzel deydimi? Shunaqa toiletlari bor, hamma yo'q bor. Xullas, sifat bo'yicha bu quruvchi kompaniya juda ham yaxshi, nima desam ekan, top 5 talikka bemalol kira oladigan kompaniyalardan bittasi. Endi hozir biz balkonni ko'rsatamiz.